Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, aziz hamqaliklar. Ob-havoning sovib borishi natijasida kuz-qish mavsumini betalofat o'tkazish va aholi o'rtasida yong'inlar, is gazidan zaharlanish hamda havo gaz aralashmasining chaqnashi bilan bog'liq baxtsiz hodisalarning oldini olish maqsadida joylarda tashkil etilgan ishchi guruhlar tomonidan profilaktik tadbirlar amalga oshirilayotganiga qaramasdan yong'inlar va is gazidan zaharlanish bilan bog'liq favqulodda vaziyatlar sodir bo'layotganligi kuzatilmoqda. Tabiiyki, havo haroratining pasayib, kunlar sovishi natijasida fuqarolarimiz xonadonlarini isitish maqsadida turli xildagi elektr, gaz yoki boshqa yoqilg'idan ishlaydigan isitish moslamalaridan foydalanishga ehtiyoji ortadi. Ulardan foydalanishda e'tiborsizlik tufayli yoki nosoz, nostandart isitish moslamalarini ishlatish natijasida yong'inlar va is gazidan zaharlanish bilan bog'liq turli favqulodda vaziyatlar sodir bo'lishi mumkin. Shu bois, yong'in xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan tadbirlarni yanada kuchaytirish maqsadida favqulodda vaziyatlarning oldini olish va ularni bartaraf etish bo'yicha hukumat komissiyasining tegishli qaroriga asosan respublikamizda joriy yilning 1-dekabrdan 30-dekabrgacha yong'in xavfsizligi oyligi tadbiri o'tkazilishi belgilandi. Ushbu tadbir davrida ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlari obyektlarida, ayniqsa aholi turar xonadonlarida yong'in xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan profilaktika tadbirlari yanada kuchaytiriladi. Hurmatli yurtdoshlar, ushbu bir oy davomida nafaqat Favqulodda vaziyatlar vazirligining kuch va vositalari, shuningdek barcha tashkilot va idoralar, keng jamoatchilik yong'inlar va boshqa turdagi favqulodda vaziyatlarning oldini olishga qaratilgan targ'ibot va aholi o'rtasida tushuntirish ishlariga safarbar etiladi. Barcha turkumdagi obyektlarda va uy-joy fondida keng qamrovli profilaktik ogohlantiruv tadbirlari amalga oshiriladi. Mutasaddi xizmatlar bilan birgalikda bozor va savdo majmualarida hamda yong'in chiqishi xavfi yuqori bo'lgan obyektlarda yong'in xavfsizligini ta'minlash choralari ko'riladi. Ommaviy axborot vositalari orqali teleko'rsatuvlar va radio eshittirishlar uyushtiriladi. Ijtimoiy tarmoqlarda materiallar berilishi, davra suhbatlari tashkillashtirilishi jadallashtiriladi. Tumanimizda joriy yilning 11 oyi davomida 49 ta yong'inlar sodir bo'lib, shularning 40 tasi aholi turar joylarida va ularga tegishli binolarda, 6 tasi tadbirkorlik subyekti obyektlarida va 3 tasi transport vositalarida sodir bo'lgan. Yong'inlar sabablari tahlil qilinganda ochiq olovdan ehtiyotsizlik bilan foydalanish, elektr uskunalari nosozligi hamda bolalarning olov o'ynashi oqibatida sodir bo'lgan. Aholi xonadonlarida sodir bo'lgan yong'inlar Pohlavonlar mahallasida 1 taga, Istiqlol mahallasida 4 taga, Madaniy yer mahallasida 2 taga, Nurafshon mahallasida 1 taga, Madaniyat mahallasida 2 taga, Do'stlik mahallasida 1 taga, Paxtagul mahallasida 1 taga va Qaromozi mahallasida 2 taga oshgan. Ushbu mahallalarda yong'in profilaktikasi ogohlantiruv tadbirlari kuchaytiriladi. Hurmatli fuqarolar, sodir bo'lishi mumkin bo'lgan ko'ngilsiz hodisalarning oldini olish maqsadida quyidagi qoidalarga rioya qilishingiz lozim. Gaz va muqobil yoqilg'i ko'mir, o'tin, neft mahsulotlari turlaridan foydalanishda xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya etish, nosoz, nostandart qo'lbola yasalgan gaz va elektr isitish moslamalaridan foydalanishga aslo yo'l qo'ymaslik. Isitish moslamalari yaqinida yonuvchan buyumlarni saqlamaslik. Tabiiy gazdan foydalanishda turli xildagi rezina shilanglar, turli xil gaz so'rgichlardan foydalanmaslik. Oshxonada o'rnatilgan tabiiy va suyultirilgan gazda ishlovchi gaz plitalaridan xonadonlarni isitish maqsadida foydalanmaslik. Gaz va elektr isitish moslamalarini nazorat qilishni yosh bolalarga topshirmaslik. Ushbu qoidalarga qat'iy rioya etish bilan siz o'zingiz va yaqinlaringizni hamda uy joyingizni turli baxtsiz hodisalar va yong'indan asrab qolgan bo'lasiz. Hurmatli eldoshlar, yong'in xavfsizligi qoidalariga muntazam rioya qilishingizni va yong'in xavfsizligi oyligi tadbirida faol ishtirok etishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.